Buxgalteriya sohasi uchun kompyuter oylayotganingizda top 5 ta e'tibor beriladigan jihatlar. Demak, birinchi e'tibor beriladigan jihat bu protsessor hisoblanib, eng kamida eng minimum Intel Core i3 10-avlod yoki Ryzen 5-avlod protsessorlarni olish tavsiya etiladi. Keyingi navbatda albatta tezkor xotira, ya'ni operativ xotira hisoblanib, eng kamida 8 yoki 16 GB tezkor xotira bo'lishi talab qilinadi. Keyingi navbatda SSD hisoblanadi, ya'ni bu tezkor xotiraning bir turi. Eng kamida eng minimum 256 GB SSD xotira bo'lishi zarur. Keyingi navbatda ekran, ya'ni displey hisoblanib, eng kamida 14 yoki 15.6 dyuymli ekran buxgalteriya sohasi uchun yaxshi hisoblanadi. Keyingi navbatda batareya. Batareya eng kamida 4000 mAh sig'imga ega bo'lishi kerak. Chunki 4000 mAh batareya 4 soat, 5 soat sizga to'xtamay bemalol ishlab bera oladi. Bu videoni buxgalteriya qiziqib, notebook olmoqchi bo'lgan do'stlarga tarqatib qo'yish esdan chiqmasin.